O'zimni to'yimda o'zim makiyaj qildim desam ishonasizlarmi? Ha, shunday bo'lishiga biroz qoldi. Buxorodagi vokzaldagi salonlardan bittasiga zapis qilgandim. Ko'ylagim ham makiyajimni qilib berishgan. Salonni otini aytmayman, lekin qanaqa приключение bo'lganini aytib beraman. Ertalabda menga SMS yozdilar, shpilka olib keling, kimnimi olib keling, prelest olib keling deb. Hay, boribman, stilistim yo'qda. O'sha insonga ishonib borgandim. Turkiyaga qolib ketibdi. Lekin menga ertalab aytishlari kerak edi-ku. Menga boshqa kishilarni tavsiya qilyaptilar. Men u yerdagi boshqa stilistlarning ishini bilmayman. Fotka kunimda makiyaj qilgan Amira Makeupga telefon qildim. Iltimos, mana to'yimni makiyajini siz qiling deb xudoga shukr, u kishini iltimos qilib salonga chaqirtirdim. U kishi makiyajimni qildilar, lekin salondagilar ko'ylakni olib ketishga qo'ymadi. Lekin qaytib o'sha salonga borib kiyinib chiqdim. Juda ham asabiy bo'ldim. To'yim kuni, ya'ni stilist yo'qda. Sizlarga qanaqa приключение bo'lgan to'y kunlaringiz bitta faqat mendami yoki sizlarda ham qanaqadir приключение bo'lgan? Xullas, boshda juda asabiylashdim. Nimaga aytmaysalar salondagilar, lekin menga ertalabdan SMS yozishni bilasizlar, shpilka olib keling, prelest olib keling, u olib keling deyishni bilasizlar, lekin nimaga SMS yozmadingizlar? To, что stilist Turkiyada qolib ketgan, kelmagan degan narsani, lekin aqllaringiz yetmaydi deb shunaqa asabiy bo'ldim, kimga borishni bilmadim. No, esimga yana keldi, o'sha Amiraga yozdirdim, telefon qildim, u kishi chunki zapis bilan ishlaydilar. Xullas, shunaqa qilib to'yim tugadi. Qizlar, sizlarga nima bo'lgan to'ylaringizga? Faqat menga shunaqa приключение bo'ldimi?